Assalomu alaykum qizlar. Bugun sizlar bilan yana kichkinagina распаковка. Bu katalogda mana bunaqa 70% bahor chegirmalari chiqqan, skidka весенний. Keyin mana yangiliklarimiz, springlar, keldilar o'shalar. 24 ming so'mdan bular. Mana bunaqasi ham bor, keldilar o'sha, bu ham 24 ming so'm. Siren va pionli. Qizlar buni shampunlari ham bor, shunaqa chiroyli. Bular 26 ming so'mdan. Buni nabor qilib olsangiz ham bo'ladi. Mana, juda ham chiroyli. Keyingisi mana bunaqa kremchalari. Kremchalarimiz 20 ming so'mdan. Buni ham nabor qilib olsangiz bo'ladi. Keyin mana bunaqa ekspertdan shampun balzam. Buni narxi adashmasam bu 59 ming so'm, ikkitasi birda. Keyin mana bunaqa ekspertdan yana bitta. Bu o'stirish uchun, soch o'stirishga yordam beradigan shampun. Bu adashmasam 41 ming so'm edimi? 41 ming so'm bo'lishi kerak, adashmasam. Yokida bu ham 59 ming so'm. Bu tminlarimiz 33 ming so'mdan. Mana bu ekspert balzami 41 ming so'm. Bu ham soch o'stiradigan shampun bilan nabor qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu detski shampun balzamchalarimiz. Bularning narxi 53 ming so'm detskilarimiz. Ikkita olsangiz skidkasi bor. Va boyagi springdan yana bitta nabor 20 ming so'mlik. Keyin Solong tushi 61 ming so'm. Multi lashes tushi ham 61 ming so'm. Keyin antiperspirant 4 kun terlatmaydigan antiperspirantimiz 41 ming so'm. Qizlar dalshi. Mana bunaqa tongi va kechki choylarimiz. Faberlikda bunaqa choylarimiz ham bor. Ichni tozalaydigan choylar. Hammasi o'tlardan tayyorlangan, 100% tabiiy mahsulot. Keyingisi mana bunaqa oyoq uchun krem. Buni hamma biladi-ku. Gladkий пяточек hamma biladi. Keyin mana bunaqa отбеливающий zubnoy pastalarimiz. Buni ham effekti zo'r. Ekspertniki bu, lechebni bilsalaringiz kerak. Hozir buni narxlarini aytaman. Mana bu kremimiz 2XL kremimiz 61 ming so'm. Mana bu travniy choylarimiz 37 ming so'mdan. Bular paketchada qizlar. Bular 21 ta paketchasi bor. Ichida paketchali choylar. O'zim ham ichganman bundan. Juda ham zo'r. Yoqimsiz ta'mi yo'q. Oddiy choyga o'xshaydi. Juda ham yaxshi. Aloe shampunimiz keyin. Aloe shampun narxi 33 ming. Yana shunaqa hammasi 95% gacha original qizlar. Bilasizlar, Faberlic mahsulotlarini hammasi tabiiy. Qizlar, keyingisi mana bunaqa energetika yangi chiqqan aromatimiz bu. Tabak vanil hidi shunaqa. Buni hidi qanaqadir kojani hidiga o'xshaydi. Kojani narsalarning hidi, keyin vanil shirinroq koja. Yangi chiqqan bu parfyumni interyerni sprey. Bu освежитель qilib ishlatsangiz ham bo'ladi. Keyin buni pastellarga, pardalarga sepib qo'ysangiz ham hid berib turadi. Keyin mana bunaqa Festa Davitadan parfyumni sprey dezodorantlarimiz. Buni narxi adashmasam bu 51 ming so'mdan. Qizlar, 51 ming so'mdan parfyumli dezodorant. Keyin mana Murmurniki, Murmur dezodorant ham adashmasam 51 ming so'mdan. Keyingisi mana bu retinollar, dnevnoy ночной kremi. Dnevnoy ночной kremi 61 ming so'mdan qizlar bular. Keyin mana bunaqa sivırtkasi. Sivırtkasi 98 ming so'm. Ночной омоложивающий сыворотка для лица. Mana. Bular hammasi original. Hech qaysi nima emas. Keyingisi mana bu yangi chiqqan rolli atiri bor bo'lsalaringiz, sariq atir chiqdi yangi. Shuni probnika. Keyingisi pomada Faberlic seriyasidan pomada. Buni ochmayman. Mana bu yerda plombasi bor. Buni narxi hozir aytaman narxini.
45 ming so'm qizlar buni narxi. Qaranglar flakoni qanaqa chiroyli. Mana bunaqa maxi tushi. Maxi tushini narxi 82 ming so'm, 89 ming debman. 82 ming so'm qizlar bu. Bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin. Hammasi наличиеda bor. Bu yo'qlarini zakazga 3-4 kunda yetib keladi qizlar. Hammasi ishonchli. Raspakovkam davom qizlar. Yana shampun детский. Mana bunaqa pena для ванн меняющий цвет bu. Ichida adashmasam zarrachalari bor, yaltiraydigan. Mana bunaqa shampun balzam детский. Yana bitta gel для душа. Bu to'rtalasi ham 53 ming so'mdan qizlar, skidkada ikkita olganlarga albatta skidkasi bor. Keyingisi mana bu 2XL gladki petochki. Bu juda ham zo'r krem, oyoq uchun bilasizlar, 61 ming so'm bu. Ikkita olganga bundan ham skidka bor. Har qanday mahsulotdan ikkita olganga skidka bor qizlar. Bu kattasi, buni kichkinasi ham bor edi. O'tgan obzorda eslaringizda bo'lsa. Keyingisi kichkina narsalardan boshlasam, kattalaridan aralash ko'rsataman ish qilib. Mana Life'dan krem для рук питание и восстановление bu. Buni narxi 22 ming so'm. Qo'l uchun krem qizlar. Hidi shunaqa приятный, unaqa ba'zilar qo'lga krem qo'yganda yoqtirmaydi, yaxshi hidi kelsa agar ovqat yegisi kelmaydi, bunaqa emas. Juda ham yaxshi hidi. Keyingisi yana bitta krem для рук. Mana увлажнение. Bu ham 22 ming so'm qizlar. Buni bittasi sirenovoyga o'xshaydi, bittasi rozovoy. Buni shampunlari ham bor, bilasizlar. Nabor qilib olsangiz, bundan ham skidkasi bor. Keyingisi CC krem Dose'dan Bioferment Laminari Multi Уход CC krem для лица SPF 10 bor ekan buni ichida. Buni narxi ham 61 ming so'm. Qizlar, bu juda ham yaxshi krem. Adashmasam bu mana rangi ham bor, ton beradi yuzga. Shunaqa yaxshi krem. Foydalanib ko'ringlar qizlar. Keyin ideal deodorantlari skidkada hozir 31 ming so'mdan qizlar. Ideal satin care bilan cotton touch paxtali bilan unisi nima deyiladi? Satin bilmayman, короче, inglizcha. Keyingisi hozir Expertdan 4 kun terlatmaydigan dezodorant, antiperspirant. Buni narxi 41 ming so'm edi adashmasam. Buni kechga yuvinib cho'milib bo'lganingizdan keyin surtasiz, quriguncha kutib turasiz. Qurigandan keyin bemalol kiyimlaringizni kiysangiz bo'ladi. Keyin bu shu bilan 4 kun terlatmaydi. Birdaniga qanaqa ishlashini aytib ketdim. Yana qolgani endi Letadan SPF 30lik. SPF 30. Buni narxi 102 ming so'm. Уже bahor, yuz kuydiradigan davr boshlandi. Bu SPF ham yuzingizni quyoshdan himoya qiladi, ham tashqi ta'sirlardan ham himoya qiladi qizlar. Ular ham SPF 30lik, SPF 50liklar. Bu ham 30ligi 102 ming, 50ligi ham 102 ming. Yo'q, 30ligi 92 ming, bu 50ligi esa nima? 102 ming. Солнцезащитный SPF. Shunaqa. Keyingisiga vitamin geldilar dushalarimizni ko'rsataman. Mana arbozli geldilar dushalarimiz 37 ming so'm ekan. Buni narxi vitamin geldan mana tarvuz qavunli hamda laym va ananasli qizlar. Bularni ham hidi zo'r, bilasizlar. Mana bu laym va ananasligida feromoni bor qizlar. Har qanday sitrusvilar feromonli bo'ladi, bilsangiz kerak. Keyingisi hozir Sensual. Mana Viricus Sensualdan 115 ming so'mdan 35 ml atirlarimiz. Mana Kaori ham
xuddi shunday qizlar. Qo'limga ushlab videoga olyapman, shuning uchun shunaqa kamera qimirlayapti. Stoyk nimada emas, RJSLda или stoykada emas. Mana bular 35 millilik atirlarimiz, 30 millilik atirlarimiz, adashmasam 35 debman. Bularning narxi 115 ming so'mdan. Bunda skidka bor qizlar. Geldilar dusha bilan dezodorantini qo'shib olsangiz 150 ming so'mga olasiz. Faqat atirni o'zini emas, mana bunday mana Kaorida geldilar dushasi, mana bunday parfyumli dezodoranti, mana buni uchalasini birga olganingizda 150 ming so'm skidka. Shoshilamiz qizlar, готов tugashiga oz qoldi. Keyingisi Alatau atiri. Qizlar, Alatau atiri shu katalog skidkaga chiqqan, 154 ming so'm skidkadagi narx. Foydalanib qolinglar qizlar, 50 millik katta atir. Keyingisi Oxyology'dan Ночной dnevnoy kremlar. Bularning narxi 160 ming so'mdan. Evoy, uzr, adashdim. 51 ming so'mdan. 51 ming so'mdan mana bu patchisi 16 ming so'm. Qizlar, foydalanib qolinglar. Qaranglar qanaqa zo'r krem. Lekin bu kremlar увлажнять qiladi. Shunaqa zo'r krem, kislorodni увлажнение, shunaqa yuzingizni mayin qilib beradi. Tez yordam desa ham bo'ladi buni. Expert Farmda ham, seriyasida ham shunaqa nimalar bor. Bu nakladnoy, har doimgidek. Keyingisi pomada. Qizlar, mana shu ochmoqchiman pomadani. Mana bunaqa pomada ekan. Mana bu magnitli krishkasi, buni o'zini bu yer mana magniti bor. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, magniti bor o'zini, yopiladi. Buni rangi shunaqa chiroyli, rangini qaranglar, nudovoy. Podatkaga ham olsangiz juda ham zo'r, 8-marta oldi. Upakovchani korobkachasi ham bor. Buni narxi 51 ming so'm ekan. Buni rangi. Narxi uzr. Adashib ketyapman. Keyingisi mana bular ham matovoy pomadalar. Bular ochilmagan qizlar, ocholmayman. Qaranglar, flakoni qanaqa chiroyli. Bu yangi chiqqan. Bularning narxi adashmasam 41 ming so'mdan. Bular 41 ming so'mdan qizlar. Paperlikniki bu nabor, buni tushu ham bor, hozir ko'rsataman. Tushdan ham kelgan. Keyingisi mana bu kremchani ham aytib ketay. Bu Ferricure Sensual, boyagi mana bu atirni, kremi qizlar. Buni ham nabor qilib olsangiz bo'ladi. Bu kremchani narxi 18 ming so'm. Parfyumli krem, atir hidi kelib turadi qo'lingizdan. Mana bu Oxyology'ni nimasini ko'rsatish esimdan chiqibdi. Vokruг glazini ko'rsatish esimdan chiqibdi. Uzr qizlar, uzr. Qizlar, buni narxi 41 ming so'm ekan. Vokruг glazni. Mana nimaydi? Krem gel для кожи вокруг глаз, кислородное увлажнение. Boyagi nabordan. Kislorodni увлажнениеdan. Keyingisi mana bu gel intimli 41 ming so'm qizlar, Stordermordan afrodiziakli. Shunaqa hidi приятный. Bu unis katalogda eslaringizda bo'lsa, skidka edi. Ikkita olsangiz 3-sovg'amda shunaqa edi. Yo'q. Ikkita olsangiz 40 ming so'mdan, bitta olsangiz 61 ming so'mdan edi. Keyingisi mana bularni ham aytib ketay. Bahorgi 70% aksiyalar qizlar. Mana shu katalogda 200 ming so'mlik nimadir xarid qilsangiz, keyingi 3-katalog uchun har qanday narsani 70% skidkaga olishingiz mumkin. Mana ароматерапия, гигиена, декоративная косметика для дома, парфюмерия, уход за волосы, уход за кожей,
olishingiz mumkin. Hammasini qora narxlarda. 70% skidka tasavvur qiling, shunaqa zo'r arzonga keladi. Keyingisi mana bu Berealdan. Qizlar, bu Bereal parfyumni увлажнение krem butter для тела. Bu badan uchun, qo'l uchun to'g'ri keladigan krem. Juda ham zo'r. Buni millisi 140 milli ekan mana. 140 milli. Shunaqa hidi ham приятный bu kremni. Уже bu nechinchi martadir zakaz qilinishi. Birinchi marta emas. Buni narxi 82 ming so'm qizlar. Zakaz qilishlaringiz mumkin. Keyingisi mana bu karandash lab uchun qalam. Buni narxi 26 ming so'm qizlar. Buni xohlagan rangingizda o'zingizga mos qilib zakaz qilishingiz mumkin. Keyin pomada qizlar, pomadaning narxi qizlar, bu pomadaning narxi 65 ming so'm. Bu jidki pomada. Juda ham labda chiroyli turadigan pomada qizlar. Keyingisi tush Celebrity. Qizlar, tush narxi 41 ming so'm. Mana bu gialuronli tushimiz ham bor. Bu ham 41 ming so'm. Yangi seriyaniki. Va keyin oxirgisi mana bu podvodkamiz. Podvodkaning narxi 45 ming so'm qizlar. Shu bilan adashmasam rastakovkamiz tugadi qizlar. Ko'rganingiz uchun rahmat. Agar nimadir kerak bo'lsa, zakaz qilishlaringiz mumkin. Ishlashni xohlaganlarga ham murojaat qilishlaringiz mumkin bemalol. O'rgataman 0 dan.